to'lov usullari va buni narxi, o'shalarni chiroyli tushuntirib bersangiz aka. O'zi ko'pchilik so'raydi bu savolni. Har bitta videoning tagiga 80 ta kommentariy bo'lsa, bir 79 tasi shu savol bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. O'tgan galgi videomizda Isuzu NQR 90 ni videosini ko'pchilik so'raganda, lekin bizda NQR 90 hozirda sotuvda mavjud bo'lmagani uchun biz sizlarga MPR 75 haqida, furgon haqida to'liq ma'lumotni berib o'tib ketamiz. Menga bu videoni olishda Ali ukam yordam beradi. Bu kommentariyada kelgan savollarga menga yetadi, men unga javob berib o'tib ketaman. Va sizlarga ham qiziq bo'ladi degan umiddamiz albatta. NQR 90 modeli zavodda tugagani yo'q. Bizda mana skladimiz, mana pomeshcheniyani ko'ryapsizlar. Bu yoqda turardi. O'sha hammasini sotib bo'ldik yangilar arafasida. O'shaning uchun endi yangi partiya 90 lar kirib keladi. Yana noto'g'ri tushunib o'tirmanglar. Ali ukam hozir kommentariyada savollarni qidiradi. Men ungacha sizlarga 75 haqida qisqa obzor qilib o'tib ketaman. Bu modelimiz ko'chada ko'rishinglarda bittada adashtirishinglar mumkin. CNG, ya'ni zavodskoy gazli Isuzu bilan, lekin unda rishotkasida farqi bo'ladi. CNGda mana bu rishotkalari bunaqasiga emas, tekis tushgan bo'ladi. Keyin bu yoqda SPG degan uchburchak romb sifat yashil znaki bo'ladi. O'shanda ajratib olishinglar mumkin. Avtomobilimizning o'lchamlari o'sha legendarniy CNG bilan bir xil. Korobkasi ham o'sha, faqat dvigatelida farqi bor, ya'ni dizelli dvigatel. Xo'p, avtomobilimiz 155 ot kuchiga ega. Avtomobilimiz turbinali. 100 km masofaga agar 60 km tezlikda harakatlanadigan bo'lsanglar, o'sha zavod ko'rsatilgan o'sha 3,5 tonna bilan harakatlансanglar, 16 ta yoqilg'i sarf qiladi. Avtomobilimizning baki 100 litr hajmga ega. Ya'ni bu 100 litr to'liq zapravka qilganingizda avtomobilimiz sizlarga kamida 500 km yurishni ta'minlab beradi. Xo'p, avtomobilimiz bort qismiga kelsak, avtomobilimiz zakrytый metallический deyiladi, bu oddiy temir. Buni ichini olganingizdan keyin apshika qilib o'tib ketasizlar. Avtomobilimizning uzunasi 480, bo'yiga 2 metr, eniga 1.90 bo'ladi. Avtomobilimizda endi bunda NQR 90 larda yo'q, buni qutlab qo'ysanglar bo'ladi, ikkita taraflama. Ichini ko'rishinglar mumkin. Buni apshika qilganingizda ham qo'lini tekstolet buni ustida bemalol harakatlana oladi. Yopilishlariga ham alohida qo'yilgan. Mahkam yopildi. Ochilib ketib qolmaydi yo'lda. Qanchalik mana bu yerda bitta obunachimiz savol so'ragan ekan. 10 tonnalik yangi Tamasol, havo Tamasoli. Bort yo'q 5 tonnalik Isuzudan 10 millionlar arzon deb so'ragan ekan. Bu shantajmi yo'q deb so'ragan. Bu shantaj emas, fokus emas, to'g'ri. Mijozlarda tanlov huquqi bor. Avtomobilimizda solishtirilayotgan modeli bu Yaponiyaniki bo'lsa, u Xitoyniki. Xitoy har doim narx bo'yicha o'yin qiladi, narxini arzonlatib tashlaydi. Lekin shunga yarasha sifat bo'lmaydi hech qachon. Endi Howo to'g'ri o'zini sifatini oqlagandir, lekin Isuzuchalik emas. Isuzuning motoriga zavodni o'zi, Yaponiyada Isuzu Motors zavodining o'zi 1 million kilometrga garantiya bera oladi bemalol. Lekin Samarqand avtomobil zavodida motorga 1 million kilometr garantiya amalda mavjud emas, lekin agar avtomobilni to'liq ko'rsatmasi bo'yicha harakatlanadigan bo'lsangiz, avtomobilimiz o'sha dizel yoqilg'isida harakatlanganda 1 million kilometrdan oshiq 1,5-2 million kilometr ham yurib bergani amalda mavjud. Andaraka bu yerda yana bir savol kelgan, juda qisqa javob. Nimaga aynan Isuzu'ni tanlashim kerak deyapsizlar? Isuzu'ni tanlash, xo'p. Agar sizga yo'l tanlamas, juda ham ajoyib o'zingizni mazza qilib haydashga mashina kerak bo'lsa, ko'pchilik puli bor otalar Toyota'ni tanlaydi. Nimaga? Kачествоsi, o'sha sifati juda ham zo'rligi uchun. Agar sizda biznes bor bo'lsa, biznesmen akalar Isuzu'ni tanlaydi. Nimaga desa, uncha-munchaga buzilmaydi. 3 yil faqat moyini almashtirib harakatlanib yuradi. Ko'p rasxodga olib kelmaydi. Xitoy texnikasiga o'xshab har 10 km, 20 kilometrda buzilib qolish degan odatlari yo'q. Mashinamiz shuncha yildan beri ishlab chiqariladi, sifatini oqlagan. Buni kommentariyada ham akalarimiz yozib o'tib ketadi. Har doim Isuzu legenda, Isuzu zo'r degan
kommentariyani poddeshka qilib o'tib ketishadi. Akalarga rahmat. Qo'shimcha qilib aytaman, servis xizmatidan umuman muammo yo'q akalar. Servis o'zimizda bilasizlar, har bitta respublikamizning har bir shaharida, katta shaharlarida mavjud. Mashinamiz bor. To'ppa to'g'ri. O'zimizda ham servis mavjud, kelaverasizlar bemalol. Banjar aka, bu yerda yana bir qiziq savol kelyapti. Qarang. Xo'p, CNG modelini bilaman, lekin 75 bilan 90 modelini o'rtasidagi farqlarga unchalik tushunmayapman deb yozibdilar. Bunga o'zingiz ajratib Xo'p, tushuntirib o'tib ketamiz. Ko'chada ko'rishinglar mumkin, tashqi tarafdan ajratiladigan belgilarni ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga asnomi. Bu yerda kichkina o'sha yonni ko'rsatuvchi oynalari bo'ladi, doполнительный. Avtomobilimiz kabinasi bir xil bo'ladi. Faqat shinalar o'rtasidagi masofa sal uzaygan bo'ladi. Tashqaridan ko'rsanglar, buni borti 480, NQR 90 niki 540 bo'ladi. Avtomobilimizning motori bir xil bo'ladi, faqatgina NQR 90 da kuchaytirilgan turbina tizimi, ya'ni elektron ishlovchi turbina o'rnatilgan bo'ladi. Rasxodi bir xil, o'sha sarfi 16 litr sarf qiladi, lekin bakida farqi bo'ladi. 75 modelimizda 100 litr sig'imli, NQR 90 modelimizda 140 litr sig'imli bak o'rnatilgan bo'ladi. Avtomobilimizning baloni 75 da Michelin 215 75R 17,5. NQR 90 da esa Bridgestone sportivniy balon 225 75R 17,5 bo'ladi. Avtomobilimiz aytganimdek bort uzun bo'ladi. Hamda Ampere 75 ga 20 kuba yuk ketadigan bo'lsa, NQR 90 ga 24 kuba yuk ketadi. NQR 90 ni yana bitta tarafi 75 imizda ramasi kalta bo'lsa, NQR 90 imizga yana xuddi mana shu joydan zavodga o'zi 1 metr rama ulab uzaytirgan modelimiz ana. Bu ham sizlarga ko'proq yuk olishga yordam beradi. Yana bir savolda ko'rdiki, 75 modelimizda 3,5 tonna belgilangan xarakteristikasi, 90 modelimizda esa 5 tonna belgilangan. Asosiy savollari va texpasportda qanaqa yoziladi, gayiga borganda o'sha aniqlarni tushuntirib. Xo'p, bu savolingizga javob berib o'tamiz, hurmatli obunachimiz. Ampere 75 dokumentalni yozilganda 3 tonna 250 yoziladi zavod bergan xarakteristika bo'yicha. Buning sababi o'sha 3 tonna 250 yuk ortilganda motorimizga ortiqcha bosim deymiz. Ya'ni ortiqcha yuklama tushmasligi uchun, ya'ni avtomobilimiz uzoqroq xizmat qilishi uchun ushbu avtomobilimizning balonlari o'rtasidagi masofa kichkinaroq bo'lgani uchun NQR 90 ga nisbatan 3 tonna 250 yozilgan. NQR 90 modelimizda bo'lsa, ramasi sal kuchaytirilgan, restorimiz kuchaytirilgan bo'ladi. Hamda balonimizni razmeri kengaytirilganligi hisobiga 5 tonna yukni ola oladi. Dokument yozganda men o'zim shaxsan agar bizning avtosalonimizdan xarid qiladigan bo'lsangiz, men o'zim oformib beraman. Shu spravkasiga xuddi shunaqa zavod xarakteristikasi bo'yicha yoziladi, lekin bundan masalan 1 tonna, 1,5 tonnasini положение GAI indamaydi. Avtomobilimizning to'liq vazni Ampere 75 ga 7,5 tonna, NQR 90 niki 9,5 tonna bo'ladi yuki bilan birga. Lekin ikkala modelimizda rasxodi bir xil. Kommentariyada o'sha asosiy beriladigan savollardan eng qiziqarlilari, eng ko'ngillilar hammasi shular. To'lov usullari va buni narxi, o'shalarni to'liq tushuntirib bersangiz. Bo'ldi. O'zi ko'pchilik so'raydi bu savollar. Har bitta video tagiga 80 ta kommentariy bo'lsa, bir 79 tasi shu savol bo'ladi. Mana shu haqida batafsil gapirib o'tib ketamiz. 543 million Ampere 75 imiz, NQR 90 imiz 595 million so'm. Bu naqd pulga xarid qilsanglar. Agarda sizlarda firma bo'lsa yoki sizlarga firma kafillik qilishi xohlasa, sizlar buni рассрочкаga, ya'ni muddatli bo'lib to'lash evaziga xarid qilsanglar bo'ladi. Avtomobilimizning boshlang'ich 30% ni to'laysizlar, qolgani 1 yilga foizsiz, foizlar qo'shilmagan holda sizlarniki bo'ladi. Yana bitta varianti, agar sizlar yuridik shaxs hisoblanmasanglar, firmalar bo'lmasa sizlar avtomobilimizning avtokredit asosida ham xarid qilsanglar bo'ladi. To'g'ri, kreditni hozir ko'pchilik kommentariy yozadi, kredit reklama qilmanglar. Lekin Ipak yo'li bank tomonidan Isuzu NQR 90 modeliga
bir 2 yilga olsanglar 18, 3 yilga 20, 4 yilga 22% avtomobilimizni xarid qilsanglar bo'ladi. Bu sizlarga ancha qulaylik yaratadi. Boshlang'ich to'lovinglar 250 million so'm atrofida bo'ladi. Oylik to'lovinglar agar 4 yilga xarid qiladigan bo'lsanglar 22% dan 11 million 425 ming so'm atrofida tushadi. Bu modelimiz Isuzu Imper 75 ta zavodda bunaqa aksiyasi mavjud emasligi uchun bu avtomobilimizni 4 yilga 29% dan boshlab yillik stavkada xarid qilsanglar bo'ladi bu avtomobilimizni. Ko'pchilik banklar YTT, ya'ni yakka tartibli tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tib kelishni so'raydi. Lekin bitta bankimizda hozirda o'sha bitta pasport evaziga ham 29% dan 3 yilga xarid qilib olsanglar bo'ladi. Xo'p, narxlar haqida ma'lumot berdik. Основной eng ko'p sotiladigan hit prodaja bo'lib turgan o'sha CNG modelimiz 637 million so'm bo'ladi. Unda lekin muddatli to'lov yo'q. Buni faqat kreditga xarid qilishingiz mumkin, xuddi shu tartibda 29% dan. Lekin hozirgi sharoitni hisobga olib, sizlarga mana atrof to'g'risida sovuq, gaz hamma joy o'chib bo'lib turgani uchun sizlarga mana shu modelni tavsiya qilamiz. Shu model va M490 ni.